iltimos sizlardan yordam beringlar. Bir boshqa bir o'lim. Qachon kelsa bismillahirrohmanirrohim. O'lishdan qo'rqmaysiz ekan u. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bu videoni oxirigacha ko'rib, ko'pchilikka tarqatib beringlar. Hammamizni boshimizga kelishi mumkin bu narsa. Hozir mana bu yerda bir onaxon juda og'ir kasal ekan. Hozir kirib o'zingizlar ko'rasizlar. Kel. Mana onaxonimizni ko'ryapsizlar. Mana kislorodning apparatlarini ko'ryapsizlar, jigarlar. Bu holatda hech kimni boshiga solmasin. Hammamizga ham onamiz bor. O'zingizlarni onanglarni shu onamiz o'rniga представить qilib ko'ringlar, qo'yib ko'ringlar. Chidolmaysizlar. Mana apparatlar ham hattoki bu yerda arendaga berilibdi. Kuniga pul yozyapti. Bu xolajonimizni aytishi bo'yicha bu uyda kvartirant bo'lib o'tirishar ekan. Qaranglar birodarlar, qanaqa zamonlarga kelib qoldik. Hammamiz bolalarimizga pax-pax po'riqqa pul beramiz. Shu po'riqqa pul berishdan o'rniga 5-10 so'mdan 2-3 ta bolalar to'planib turib, shunaqa og'riyotgan onalarga yoki ehson qiladigan joylarga ehson qilib qo'ysak, o'zimizga ham yaxshi bo'ladi, oxiratimizga ham yaxshi bo'ladi. Bu xolajonim 5-6 yildan beri shu holatda ekan. Bir yil oxiri iloji yo'qligidan mana bizni chaqirdi. Bolalarim ilojim yo'qligidan sizlarni chaqiryapman. Iltimos kelinglar. Hech narsaga pulim qolmadi. Hattoki mononga quygani dorisiga ham pulim qolmadi deb iltimos qildi xolajonimiz. Hozir xolajonimizni serios pechin bor ekan bu yerda. Ochkasi, jigari, yuragi, akalar, revmatizm, sahri bor ekan. Ko'ryapsizlarmi akalar? Hamma yo'q bitta ekan. Men qonnini hozir men ochib ko'rsata olmayapman. Mashergacha chiqyapman. Men to'sib qoldim. Mashergacha, mana mashergacha qorin. Akalar, birodarlar, sizlardan iltimos bu videoni ko'pchilikka tarqatib beringlar. Juda ko'pchilik ko'rsin. Iltimos sizlardan. Assalomu alaykum. Aziz birodarlar. Olti yildan beri men kasal bilan ovoraman. Oldin birovdan yordam so'ramay davolanib yurdim. Serdechilik astmam bor edi. 6 oyga ham yetolmasdim, komaga tushib qolardim. Lecheniya qildirishardi. Endi bolalarimni dadasi. Bugun mana 2 yil bo'ldi, o'tib qoldi. O'tgandan beri bir yo'li qiyin ahvolda bo'lib qoldik. Vaqt kelsa kvartiraga pul bergani qiynalib, mana kislorodga dori ham qo'shgani ilojimiz bo'lmay qoldi. Qarzga kirib ketdik, undan foydasi bo'lgan. Sahram bo'lib qoldim, revmatizm ham, jigarim. Sizlardan iltimos yordam beringlar. Yordam so'ramay desam, kvartirada o'tiraman. Hindiston yoki Turkiya deyapti. Jigarlar, Turkiyaga borgani eng kamida 20 ming dollar ketadi. Jigarlarim, 20 ming dollar. Ko'pchilikka hech qanchadan emas, 20 ming dollar. Hammamiz 5 so'mdan 10 so'mdan tashlasak ham, aholi Qirg'izistonda aholi juda ko'p biz. Iltimos sizlardan 5 so'mmi, 10 so'mmi, 20 so'mmi jo'ralar bilan bitta oshli pulini tashlab qo'ysalar ham shu xolajonimni dorilariga yetib qolar ekan. Mana birodarlar, o'zingizlar eshitdinglar xolamni ahvolini. Juda og'ir ahvolda. Aziz jigarlar, iltimos sizlardan ko'pchilikka tarqatib beringlar. Juda qiyin ahvolda, juda ham qiyin. Ba'zi birolarimiz uyimizda mazza qilib o'tiribmiz, issiqni ko'miriga ham puli yo'q ekan. Ko'mirga, hattoki ko'mirga. Akalar, jigarlar, sizlardan iltimos. O'zingizlar kelib bir qator ko'ringlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz, embaklarni qoldiramiz. O'zingizlar kelib ko'ringlar. Farzandlari bor ekan, yosh katta bitta opamiz kelgan, o'g'illari bor ekan, o'g'illarini ham oyog'i og'riydi ekan. Eplab-seplab taksi qilib birodar mashinasida pul topib kelar ekan. U bolani ham bo'yinda anchalik qarzi bor ekan. Opamiz 5-600 so'mdan jaynamos tikar ekan. Opalar, bu narsani eshitish juda og'ir. Iltimos sizlardan ko'pchilikka tarqatib beringlar, yana bir marta qaytarib aytyapman. Hozir sizlarga M-banklarini aytaman. Bemalol ash M-bankiga telefon qilib ko'rib ketamiz desalar ham bo'laveradi. Hozir birinchi men sizlarga kompaniyonini aytaman, akalar. 0755 bilan 04 11 18 ekan. Yana qaytaraman, 0755 bilan 04 11 88. Bu kompaniyoni Rossiyalardan yedinsa qilib sosinglar bo'laveradi.
Keyin hozir M bankini aytaman. 0222 bilan 04 11 88. Yana qaytarib aytiraman. 0222 bilan 04 11 88. Bu ham M bank ekan. Bemalol solsanglar bo'ladi. 1 so'mmi, 2 so'mmi, 5 so'mmi akalar iloji boricha solib beringlar. O'zingizlar ahvolni ko'ryapsizlar. Juda qiyin ahvolda, iltimos sizlardan aziz jigarlarim, onamiz o'rniga qo'yib ko'raylik. Onamizni jigarlar, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim hamisha sog' bo'linglar. Birni bersanglar, mingni beradi Xudoyim.